Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar, aziz do'stlar. Mana biz hozir Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida qadrlab turgan yangi Toshkent loyihasining ichidagi lot 102 bo'limi, ya'ni stadion qurilib turgan yangi Toshkent Arena nomli stadionimizni qurilish jarayonidamiz. Nasib qilsa bugungi videolarimiz orqali sizlarga qurilish jarayonlari bilan tanishtirib o'tamiz. Hozirda mana bu birinchi boshlangan korpusimiz, ya'ni D blokimiz, D korpusimizni nasib qilsa eng oxirgi etajini, pol qismini, to'shamalarini qilish jarayonlari hozir bu tomondan ketmoqda. Bu tomondagi qo'shimcha yana korpuslarimizni esa 2 va 3, 4 etajlari, to'shama qismlari, pol qismlari va kolonnalarini, betonlarni quyish, olish jarayonida ketmoqda. Nasib qilsa, mana shu birinchi boshlangan blokimiz yana 1 etaj bo'ladi va shundan keyin oxirgi etaj yana 1 etaj bo'ladi, tamom. Ya'ni ki 6 etajlik stadion bo'lishi rejalashtirilgan. Va keyingi korpuslarimiz ham shu zaylda davom qiladi, nasib qilsa. Kecha ish so'raganlar uchun qisqa video qilgandim. Ish masalasiga keladigan bo'lsak, ish mana shu stadionimizda o'zida nasib qilsa, temirchilik va qolipchilik ishlarida odam olinyapti. Oyliklar haqida gapiradigan bo'lsak, soatlari 22 ming, 24 ming, 20 ming. Endi kelishib bilishingizga bog'liq bu narsa albatta. Agar 20 mingdan hisoblanadigan bo'lsak ham bir kunda 9 soat oddiy ish soati 180 ming va 3 kunga ko'paytiradigan bo'lsangiz, ya'ni ki переработкасыз ishlaydigan bo'lsangiz agar 5 million 400 ming. Agar переработка bilan ishlaydigan bo'lsangiz 7 milliongacha bolalarimiz, 7-8 milliongacha oylik olib turgan bolalarimiz bor. Bu oddiy 20 ming so'mlik anaqa soatda hisoblangan oylik. 24 ming bilan ishlaydiganlar, bu 26 minggacha soat ishlaydigan bolalarimiz bor qolipchilik, temirchilikda. Переработкалari bilan 8 milliondan oshiqgacha olib turgan bolalarimiz bor. Keyin oylik masalasiga keladigan bo'lsak, berilish sanasi siz kelgan kundan boshlab hisoblanadi va har oyning 20-chislosidan boshlab to 22-chislosigacha, uzoq bo'lsa 25-chislosigacha, shu 20-chilodan uzoq 25-chilogacha oyliklarimiz berish amalga oshiriladi. Bu yerda hech qanday aldov yo'q, ya'ni ki turk firma bo'lganligi uchun hech qanday aldov bo'lmaydi. Lekin albatta 20 kunlik zadержкасы bor. Esingizda tuting, 20 kunlik zadержкасы bor. Ya'ni ki masalan oyning 1-chislosidan oylik ishga boshladingizmi? Keyingi oyning 20-chislosiga oylik olasiz. Va har bir anaqalaringiz, oyliklaringiz soat bay hisoblanadi. Dam olishlar, uyga borib kelishlar, bir boshqasi, bir kasal bo'lishingiz bor, boshqasi bor. Unga chiqmay qolgan kunlaringizni brigadalaringiz bilan kelishib bilishlaringizga bog'liq. Yozilsa kunlaringiz yoziladi, yozilmaydigan bo'lsa kunlaringizdan minus bo'ladi. 4 mahal ovqati albatta ichida. Formalarga keladigan bo'lsak, jilet beradi, oyoq kiyim beradi. Endi turk firma standartlariga mos oyoq kiyim beradi, kaska degandek va ish qurollari bilan ta'minlaydi. Yotoq joyi sendvich paneldan qilingan общежитиялар. Juda ham qulay, yaxshi xonalari, juda katta xonalari. Va bir xonada qolipchi temirchilar 16 tagacha odamlar yotib qiladi. Har bir общежитияda, har bir zdaniyasida 8 ta xonasi bor. 2 etajlik общежития, 8 tadan har 2 etajda 16 ta xonasi bor va har bir etajda bittadan dush va tualetlari bor. Ularda hech qanday muammo bo'lmaydi. Dush, tualetda suvlar, issiq suvlar katyol bilan isitiladi uchun juda aniq muammosi yo'q. Shu ish jarayonimiz shu, mana shunday mana kolonnalar, temirchilar mana shunday shaklda mana temirlar to'qiydi, proyektga qarab, anaqaga qarab.
yoki agar proyektni tushunmaydigan bo'lsa, brigadani o'zi aytadi, masalan, har bir qatorda, har bir shagi, har bir anaqalari qanday bo'lishini, nechtadan temirlari ketishini, qanday temir ketishlari hammasini brigadalarga tushuntirib o'tadi. Qolipchilik masalasiga keladigan bo'lsak, qolipchilarda qanday? Maxsus o'zi turk firma standartlariga asoslangan mana shu shakldagi mana qoliplarimiz bor. Qalinligi 12 santimetrlik. Shularni tiklash, kolonalarni yopish va orqasidan stoykalarni qo'yib, nolga shaklga olib berish. Albatta temirchilikda ham, qolipchilikda ham переработкалari bor. Muammosiz. Chiqqan kunlaringiz albatta yoziladi har bir soatingizgacha va oyni har 29-30 sanasida bodroq qog'oz deydi. Ya'niki sizlarning qancha ishlaganlaringiz haqidagi soatlaringiz chiqarib beriladi. Norozilar uchun albatta yana soatlari ko'rib chiqiladi. Bu firmada men o'zim 3 yildan beri ishlab turibman. Hech qanday muammo, oylikdan, yotoq joydan, boshqasidan muammo bo'lgan joyi yo'q. Ovqatlari o'z vaqtida keladi. Nasib qilsa shu stadiondan keyin boshqa obyektlar juda ko'p olib tashlangan hozir. Aynan shu yangi Toshkent loyihasining o'zidan ham stadionimizni shu qismidan, ya'niki sharqiy qismidan nasib olingan zdaniyamiz bor. Bu yerda 500 metrlik egizak binolar degandek, mana shunday binolarimiz ham qurilishi rejalashtirilgan. Nasib qilsa, buni ham katlaman qismlari yaqin orada start berilsa, qazish ishlari olib boriladi. Albatta, qo'llab-quvvatlab tursangiz, sizlar bilan birgalikda barisiga erishamiz va barisini yoritib borishga harakat qilamiz.